Barchangizga assalomu alaykum yorobun. Topik imtihonidagi natijani qanday tekshirib olsa bo'ladi? Buni sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz. Uning uchun biz Google'ga birinchi navbatda topic.go KR deb yozib olishimiz kerak. Faqatgina kompyuter orqali kirsakgina bo'ladi. Javoblar chiqqan vaqtda telefonda tekshirishda iloji yo'q. Shuning uchun imkon boricha kompyuterda kiring. Xo'p, Topik saytiga kirganimizda, rasmiy saytiga shunday oyna chiqadi. Xo'p, biz bu oynadan nima qilamiz? Mana bu yerda turgan Songjoq Hwagin ustiga bosamiz. Songjoq Hwagin ustiga bosganimizda mana shu oyna chiqadi va mana shu oynadan biz Songjoq Hwaginni Hwagin bo'limiga o'tishimiz kerak va mana bu yerdan Songjoq Hwagin Shihom Kubun Sontek, ya'ni imtihon qaysi turi? PBTmi, IBTmi yoki maragiymi? Siz bundan o'zingizga mosini tanlaysiz. Misol uchun, ertaga PBT chiqyapti. PBT ni ustiga bosasiz. Undan keyin Hwicha Sontek bu nechinchi topik imtihoni? Ana shuni belgilaysiz. Misol uchun, ertaga 102-chi topik imtihoni ochiladi. Xo'p, hozir hali beri ochilmaganligini sababiga man o'zim topshirgan topik imtihonini natijasini sizlarga ko'rsataman. Man 100-imtihonga kirgandim. Nechinchi imtihonga kirsangiz, ana shuni ustiga bosasiz. Bosib bo'lganingizdan keyin pastdan yil. Nechinchi yilsiz? Ana shu yilni belgilaysiz. Misol uchun man 97-yilman. 97 ni ustiga bosdim. Nechinchi oy? Tug'ilgan kuningiz. Oyini kiritasiz va kunini kiritasiz. Kiritib bo'lganingizdan keyin mana bu yerga imtihon raqamingizni yozishingiz kerak. Xo'p, mana imtihon raqamim 001 001, xo'p, 01 0800 0800, xo'p, 0235 235 ekan. Mana shuni kiritib bo'lganingizdan keyin Comsec, mana bu yerdagi Comsec ustiga bosasiz. Bosganingizdan keyin birmuncha vaqt o'tadi. Odam juda ham ko'p saytga kirganligini hisobiga qatib qolishi mumkin. Shuning uchun biroz kutasiz va pastroqqa tushsangiz, mana shu oyna kelib chiqadi. Mana shu oynadan siz ko'rib olsangiz bo'ladi. Mana bu yerda Hapkiyok so'zi turibdi. Hapkiyok bu nima degani? Imtihondan o'tdi degani. Mana bu chulyoq ustiga bosadigan bo'lsangiz, sertifikatingizni ko'rishingiz mumkin va mana shu yerdan tortib olishingiz ham mumkin. Buni kengaytirib ko'rsangiz mana shu holatga o'tadi. Mana shu yerdan natijangizni ko'rib olishingiz mumkin. Xo'p, men 100-imtihonga kirgandim. Natijam bu yerda turibdi. Siz ham xuddi shunday natijangizni ko'rib olsangiz bo'ladi. Xo'p, buni natijani endi qanday print qilib chiqarib olsa bo'ladi? Mana bu yerda printni nimasi turibdi, belgisi turibdi. Ustiga bitta bosasiz. Bosganingizdan keyin mana shu page kelib chiqadi. Bu pagedan siz xohlasangiz ikkalasini yokida page chijong turibdi yoki Hyunje page ustiga bossangiz faqatgina mana shu sizga ko'rib turilgan yuz chiqadi. Orqasidagi baholash tizimi chiqmaydi. U unchalik ham kerak emas. Ustiga bosganingizdan keyin, xo'p, tayyor bo'ldi. Mana shu oyna chiqadi. Mana shu oyna chiqquncha ham bir muncha vaqt ketadi. Siz kutib turishingiz kerak. Endi mana shu yerdan xo'p, PDF shaklida saqlanib qilishda bosasiz. Ustiga bitta bossangiz, shu bilan sizni nimangizga o'tadi? Kompyuteringizga o'tadi va mana shu yerdan PDFni nomlab olsangiz bo'ladi. Misol uchun ustiga bosib turib, ma'lumotni o'chirib turib, topik sertifikat deb yozib qo'yib, chojangda bosadigan bo'lsangiz, endi rus tilida bo'ladigan bo'lsa boshqacha chiqadi. Xo'p, ana shundan keyin sizni kompyuteringizni qayerga tushadi? Kompyuteringizga tushadi. Mana shu yerdan sertifikatni bemalol olib kompyuteringizga yuklab olishingiz yokida boshqa maqsadda foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, shu yergacha sizlar bilan Muhammad Aziz Sen bo'ldi. Bemalol sizlar ham xuddi shunday natijalaringizni tekshirib olsalaringiz bo'ladi. Videoni ko'rganlaringiz uchun rahmat. Kelasi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like va подписаться tugmasini bosib qo'yishlaringizni iltimos qilamiz. Bu videoni ko'pchilikka yordami tegishi uchun. Hammaga rahmat.